Salom bolalar. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Darsimizning mavzusi biz inoq oilamiz. Bugungi darsimizdan maqsad oilani sevishga, unga g'amxo'rlik qilishga, kattani hurmat, kichikka izzat ko'rsatishga va mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashga chaqirish. Hayot oiladan boshlanadi. Bu gapning tagida juda katta ma'no bor. Farzand tug'ilishi bilan onasi va otasini ko'radi. Farzand uchun ota-ona eng ulug' zotdir. Ona bir parcha etdan bizni buyuk inson qilib yaratadi. Uzoq tunlari beshik yonida o'tirib, alla aytib, oq yuvib, oq tarab katta qilgan onamizdir. Ota-onaga mehrimiz cheksiz. Mana bu rasmga qaraymiz. Bu rasmda biz nimani ko'ryapmiz? Bola oila davrasida quvnoq shodon o'tiribdi. Oilada barcha opa-singillar, aka-ukalar hammasi inoq, ahil bo'lib, go'yo bir davlat bo'lib yashashlari kerak. Uydagi opa-singillarimizni, o'zimizdan kichkina ukalarimizni xafa qilmasdan, ularni aytganini qilib, uydagi bobo-buvilarimizni aytganini qilib, oyimizga yordam berishimiz kerak. Uy ishlarida yordam berish kerak. Oila hammasi ahil-inoq bo'lib yashasa qanday yaxshi. Oila jamiyatning kichik bir bo'lagi. Ota-onaga bo'lgan muhabbat barcha fazilatlarning asosidir. Otam davlatimsiz, onam jannatim. Ularga aytaman cheksiz rahmatim. Ularga baxshida umrim xizmatim. Men uchun eng ulug' ushbu insonlar. Otam davlatimdir, onam jannatim. Dunyoda eng pok qalb sohibi otam, eng g'amxo'r, mehribon inson bu onam. Ular bor birovdan ayting nimam kam. Shunaqa mehrli otam ko'zlari, shunaqa sehrli onam so'zlari. Bir suyib ketaman suyganim sari, otam davlatimdir, onam jannatim. Ota-ona bosar hammaning o'rnin, lek hamma bosolmas ularning birin. Bolalar, sizlarga bir necha savol bermoqchiman. Qani aytingchi, oilada necha kishisiz? Birinchi savol. Ikkinchi savolim. Kattaga hurmat, kichikka izzat deganda nimani tushunasiz? Biz uydagi kattalarni, ya'ni bor bo'lsa bobomiz, buvimiz, dadamiz, oyimizni hurmat qilishimiz kerak. Burungi ota-bobolarimiz aytishgan, kattani hurmat qilsang izzat topasan deb. Shuning uchun ularni bir aytgan gaplarni ikki qilmasdan, biror bir ish yumshasa darrov bajarishga, ularni so'zlarini ikki qilmaslikka odatlanishimiz kerak. Dadamizga, oyimizga uy ishlarida yordam berishga, o'zimizdan kichkina singillarimiz, ukalarimizni o'ynatib, ularga qarashimiz kerak. Kattaga hurmat, kichikka izzat deganimiz mana shu. Endi bolalar, mana bugungi mavzumiz haqida qisqacha aytib o'tdim. Endi uyga vazifa oila mavzusida maqol yozib qo'yish. Shu bilan darsimiz tugadi. Xayr.